Hozirda bilasizlar, o'rtoqlar, Surxondaryoda havo harorati shunchalik issiq bo'lyapti. Ayniqsa mana avtomashinani konditsioneri va xonadoningizga ventilyator даже sizni salqinlata olmayapti. Lekin mana shunaqa issiqlarda surxondaryoliklar qanaqa fasad turlaridan foydalanadi deb qiziqqanlarga orqamda ko'rib turgan fasadingiz Gipki kamin. Bu Surxondaryoni va O'zbekistonni issig'i va sovug'iga chidab beradigan, ayniqsa usta akalarning aytishi bo'yicha bu shunday kley bilan yopishtirilgan ekan, qancha issiq bo'laversa, shunchalik devor bilan birikib ketaverar ekan. Hozir mana shu ko'rib turgan xonadoningiz 200 kvadratdan oshiq har doim biz chiqarib boradigan oq fason va yana trenddagi fasonimiz hisoblanadi. Buni ustalar ish jarayoni ketyapti, hali bitgani yo'q. Men esa sizlarga narxi, qanday qilish tartiblari barchasi haqida to'liq ma'lumot beraman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. Agar mana shu videoni ko'rib, fasad qildirish niyat sizda tug'ilsa, pastda raqamlar qoldiramiz. O'zbekiston bo'yicha xohlagan manzil va viloyatga borib qilib berish xizmatlari bor. Surxondaryodan boshqa viloyatlarga 200 kvadrat, 150 kvadratdan balandlariga bemalol qo'ng'iroq qilavering. Biz videomizni boshladik. Videoga bir dona like bosib, bizni kuzatib borish esdan chiqmasin. Agarda siz qurilishga qiziqsangiz yoki qurilish sohasida ishlasangiz, aynan fasad bo'lmasa ham bemalol bu fasadni o'zingiz materialni sotib olgan holatda mana bunday qilib yopishtirishingiz mumkin. Yopishtirish tartiblari, tagiga o'zini maxsus kleylari bor va fasadni kley, ya'ni kafelni kleyni surtgandan keyin kraskalarni urasiz, qanaqa fason tanlasangiz va ustidan ko'rishingiz mumkin, o'zini maxsus kley bilan mana shunday holatda yopishtiriladi. Bemalol. Agarda siz usta kerak desangiz, barcha xarajatlari hammasi o'zlaridan bo'ladi, o'zlari borib yopishtirib tayyor qilib berishadi. Narxlari, materiallari, xomashyoning qanaqa turlari ishlatiladi, To'lqin akamiz o'zlari sizlarga ma'lumot beradi. Aka-ukalar, mana ko'rishingiz mumkin, fasadimizda oldi tomoni darvoza qismi, mana To'lqin akamiz o'zlari ham shu yerda. To'lqin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va Umid Rashidov muxlislari. Mana bugun Umidjon bilan Muzrabot tumaniga keldik. Sherobod. Sherobod, bu Sherobodga qaraydi. Ya'ni mana shu avvaldan shug'ullanib yurgan 8 yildan beri shug'ullanayotgan ishimiz shu fasadni aboy, ya'ni gipki kaminlarimiz bo'layotgan xonadonga keldik. Hozir bu yerda ish jarayonlari ketyapti. Bu xonadonimiz ham mana shu trenddagi oq-qora fasonlar qilinyapti. Ichida o'ziga yarasha mana projilkalar berilgan, miramir fasonlarda qilib beryapmiz. To'lqin aka, hov, bu fasad turlarini endi birinchi marta ko'rayotganlarga ma'lumot bersak, bu o'zi asosan xomashyolar nimadan tayyorlanadi? Bu fasadimiz ximikatmi, nima bu? Bu yerda ximikat yo'q deyarli, hammasi tabiiy mahsulotlardan tayyorlanadi. Buni yuza qismlari marmar toshdan tashkil topgan, oppoq kroshka. Haqiqiy marmar tosh, tagida stiklo xolus materialimiz bor. Shisha kukunidan bo'lgan, o'sha shisha kukunidan bo'lgan materialni ustiga toshni o'tirg'izamizda, keyin o'zini maxsus kley bilan olib kelib yopishtiramiz. Bu misol issiqqa, sovuqqa, muzgalakka hech qanaqa o'zgarishlar bilinmaydi. Bemalol yuvib, chayib olsa ham bo'laveradi любой holatlarda. Keyin ham yana bir afzallik jihati, uyimizda bunday tushib ketadigan suvoq qilingandan keyin baribir trishinalar tushadi. O'sha trishinalarni bu bildirmaydi, yuzaga chiqarmaydi. Qisman cho'ziluvchan xarakterga ega 5-6 mm gacha trishinalari yopib ketadi. Misol bunda hech qanaqa bir uyga ya insonga zararli tomoni yo'q. Naborot uyda jipslik qilib ushlaydigan xususiyatlarga ega. Biz bu chiqarayotgan mahsulotlarimizni Umidjon doim aytib o'tamiz, rossiyskiy texnologiyada chiqaramiz. 8 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz. Nasib bo'lsa, bundan keyin ham shug'ullanamiz. Hali bironta uyimizdan pretenziya bo'lgani yo'q. Sifat darajalari bizda baribir o'zgacha. Aynan mana shu oq fasonlarimiz trendga chiqqan, o'zingiz ham bilasiz, ko'pchilik biladi buni. Aynan shu oq fasonlarimizda sifat darajasini любой joydagi yoki video yoki kommentariyalarda bildiryapti odamlar. Videolarda ham solishtirib o'tsa bo'ladi, bilinadi qanday sifatliligini. O'zi 80%, 85% faqat oq bo'lyapti-da hozir Surxondaryoda. Oq-qora fasonimiz endi boshqa viloyatda bilmayman, Surxondaryoda asosan oq. Shunday. Chunki esingizda bo'lsa, bobolarimiz davrida ham uylar faqat ohak qilinardi. Shunday, ohak qilinardi. Hozir ham ohak qilinayotgan uylarimiz serok-ku. Shunday. Umidjon qarang, bu gipki kamin fasadlarimiz bo'lsa, bunga qo'shib mana yonimizda yana dekorativ fasadimiz bor. Bu fasad bo'yicha ham shug'ullanamiz. Dekorativ fasad bo'yicha ham bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Necha pul endi dekorativ fasad? Dekorativ fasadimiz 120 ming so'm, bu fasadimiz
6 yil oldingi narximiz shu 90 mingda turibdi. Hali ham ko'tarilmadik. Qanchalik darajadan narx-navolar o'zgarib ketdi undan beri. Xomashyolarimiz ham ko'tarilib ketdi. Endi ayrim sabablarga ko'ra ko'targanimiz yo'q. Shuning uchun ichkarida mana ish jarayoni bo'lyapti. Ichkaridan ham bir ko'rsatib o'taylik. Xomashyolarni shu yerda ko'rsatsangiz bo'ladimi? Ha, yopishtirish jarayonlaridan so'raganlarga qarang, bu uyimiz ichkari qismlari ham bo'lyapti. Общий 230 kvadratdan oshiqroq uyimiz. Hali bu tomonlari tayyor bo'lgan. Endi yopishtirishadi. Bu tomonlarda ustalarimiz ishlab turibdi. Yaqinroq ko'rsatsangiz, mana yopishtirish jarayonlaridan ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana shunaqa devorga birinchi o'zini maxsus kley surtiladi kichkina valchalarda. Keyin buni ustidan mana aboylarimiz bu yoqqa taxlab olgan ustalar. Aboylarimizga bitta surtiladi-da, keyin devorga o'zini palasalar chizilgan, shu palasalarga qo'yib, to'shni razmer qilib yopishtirib qo'yishadi, bo'ldi. Ustidan keyin bitta trambovka qilishadi. Ustidan последний bitta laklab beriladi. Bo'ldi. O'sha mana qarang, mana xarajatlari devorga surtyapti. hammasi ichida bo'ladi-ya. Bu xarajatlarimiz ichida. Mana devor shkatorka bo'lgan bo'lsa, shkatorkadan bu yoqqa kafelnikli surtamiz. Mana bunaqa qilib fonlarini berib tayyorlaymiz. Keyin ustidan aboylarni yopishtirib, ustidan laklab berib tayyor holatga keltirib chiqib ketishimiz 90 ming so'm qilib beryapti. Bu xonadonimiz ham 90 mingdan qilinyapti. Video boshida men aytdim-ku, agarda o'zlari sotib olib xomashyoni yopishtiradigan bo'lsa qanday bo'ladi? Endi ayrim xonadonlarimizga materialni o'zini ham beryapmiz. Materialni o'zini beryapmiz. Uyda egalari o'zlari yoki qarindoshlar yoki qandaydir ustalari bilan yopishtirib olyapti. Ularni ham bir tushuntirib, o'rgatib qo'yyapmiz. 45 ming kattaroq ob'yom bo'lsa, kichkinaroq bo'lsa 50 ming so'mdan materialimizning o'zi, Xo'p. tagidagi kliyi yopishtirish uchun ustidan uriladigan lakini qo'shib beryapmiz. Lekin kafelnik klilarni o'zlari Kafelnik kliy boshqalarini o'zlari qilib, devorni tayyorlashadi, mana shunaqa qilib, ustidan o'zlari yopishtirib oladi. Zo'r. Bu endi xizmatlar Surxondaryo bo'yicha bemalol. Surxondaryo bo'yicha bemalol amal qiladi. Qo'shni viloyatlarga, masalan, Qashqadaryo, O'zbekiston bo'yicha ishlashimiz mumkin, ishlayveramiz. Endi ularga ozgina bordi keldi rasxodlar qo'shiladi. Qo'shiladi albatta. Kattaroq ob'yom bo'lsa, yana ham kelishilaveradi. Umidjon, xullas bu materialimizni qanchalik ta'riflayversak, vaqtimiz ham yetmaydi. Buni ancha vaqtlar ketib qolishi mumkin. Xullas, mana bugungi videomizda ko'rib o'tganlar, yangidan ko'rayotganlar uchun Surxondaryoda fasad bo'yicha yagona kачество bo'lgan, yagona sifat bo'lgan materiallarimiz bizda. Pastda nomerlar qoldiramiz. Xudo xolosa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik, yaxshi kayfiyat.